Assalomu alaykum hammaga. Hozir bizda buyrak toshini maydalash amaliyoti bajarilyapti. Bemorimiz 50 yoshdalar, yagona buyrak bilan kelganlar. Bir hafta oldin anuriya, ya'ni umuman CD chiqmaslik tashxisi bilan keldilar va biz ularga nefrostoma qo'ydik. Nefrostomadan keyin mochvina kreatin pokazatellari joyiga tushgandan keyin hozir ikkinchi etapda toshni olib tashlash amaliyotini bajaryapmiz. Tosh siydik nagiga kirib to'sib qo'ygan va bitta yagona buyrak bo'lganligi uchun siydik kelmay qolgan. Hozir mana toshni maydalab olib tashlash amaliyotini bajaryapmiz va xudo xohlasa bemorimiz dardlaridan forig' bo'ladilar. Toshimiz juda ham qattiq emas, ko'rib turganlaringizdek uni fragmentlarga bo'lib tashqariga olib chiqib ketyapmiz. Amaliyotimizni oxirida sizlar bilan olingan toshlarni ko'rsatib, amaliyotimiz qanday tugaganini yana bir qator aytib o'tamiz. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar. Biz bilan birga qolinglar. Men mana redimiga 3 kun oldin keldim. Buyrakda tosh bo'yicha. Yaxshi, mana doktorlarga rahmat, shuni oldi. Vosjonga juda katta rahmat. Yaxshi muolajalar qilindi. Xudoga shukr, mana yaxshiman. Bemorlar bo'lsa shu klinikaga murojaat qilishlarini so'rayman men ham. Yaxshi bo'lib ketdi shu yerda. Operatsiya, lazerli operatsiya bo'ldi, juda yaxshi. Og'riqlar yo'q.